o'qituvchilik. Men sizlardan baland emasman, past emasman va men sizlar bilan har doim bir yo'ldaman. 4-5 tasi o'qituvchilar bo'lishgan. Agar topib bersam, tan berasammi deganman. Ilmi bor inson qalbi sakinatda yashaydi. Shu narsaga chiqdimi, nimadir ilmning orqasidan chiqqan. Sekin yoshlarni ongiga kirib borishimiz kerak. Kim unga tarjima qilib beradi? Shu bir martada kirsin, sertifikatini olsin, bir martada o'qishga kirsin, shu bir martada hamma ilmni men bera olay deydi. Albatta, sizga muhit mana bu yoqdagi texnologiyani sizga yaratib berishsa, sizga shu sharoitni yaratib bersa, albatta siz rivojlanasiz. Xohlaysizmi yo'qmi, mana bu oy eshitgandan keyin xuddi shu narsani informatsiyani tanaga tarqatishni boshlaydi. O'z-o'zidan bolangiz kasal, o'z-o'zidan turmush o'rtoq bilan urush, o'z-o'zidan qaynona urush, ana shu narsa sekin tarqalish boshlaydi. Mana operatsiya stolimda birorta inson o'lim topmasligi kerak. Maqsad u oliy cheksiz. Birinchi navbatda o'qituvchilarga qaratish kerak. Keyin zamonaviy emasligiga qaratish kerak. Bo'ldi. O'qituvchisi zo'r joyda o'quvchi maza qiladi. O'quvchi maza qilgan joyda ilm yuqadi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. E'tiboringiz markazida Navoiyliklar podkasti. Bugungi mehmonimiz ko'pchilikka tanish shaxsiy brend egasi Mohnur Zafarjonovna akademiyasining asoschisi, xalqaro toifali ingliz tili o'qituvchisi, minglab shogirdlarning sevimli ustozi Mohnur Zafarjonovna. Xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Taklifimizni qabul qilib kelganingiz uchun rahmat. Ilk savolimiz quyidagicha, siz o'z faoliyatingizni qanday qilib boshladingiz? Bu faoliyatingiz davomida qanaqadir qiyinchiliklar, to'siqlar bo'ldimi? Bu haqida ozgina bizga gapirib bersangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Moshar Farjonni xalqaro toifali ingliz tili o'qituvchisiman va o'qituvchi sifatida ilk faoliyatimni universitetda birinchi kursligimda boshlaganman. Birinchi kursligimizda o'zimiz ham kichkina, jussamiz ham kichkina, bo'yimiz ham pastroq. Juda ko'p Toshkentdagi o'quv markazlariga kirib chiqqanman. Juda ko'p o'quv markazlarga jahon tillarida o'qiyman, kontraktda o'qiyman, ingliz tilidan dars bera olaman, ona tilidan dars bera olaman, tarixdan dars bera olaman deb juda ko'p o'quv markazlariga kirib chiqqanmiz. Chunki u paytda bizda 3 ta fandan imtihon bo'lar edi, test tizimida va 3 ta fan deyarli bizda bir xil edi bilimimiz. Menimcha meni yoshimda o'qishga kirganlar hamma shunaqa bo'lgan. Chunki 3 ta fan ham zo'r bo'lsagina o'qishga kira olgan. Kirganmiz, ish izlaganman, topa olmaganman va oxiri bir sinfdosh do'stimiz telefon qilib, ingliz tiling yaxshi edi, bizga ingliz tili o'qituvchisi kerak, bir kelib ket deganlar. Va borganman. Birinchi marta kirganimda ingliz tilidan dars o'tganman. Xonada 13 kishi o'tirgan, 13 kishini 4-5 tasi o'qituvchilar bo'lishgan. O'qituvchilar ekanini bilmaganman. Har xil savollar berishgan. Yoshingiz nechida, qayerliksiz, unashtirilganmisiz, mana shunaqa savollar berishga ataylab meni chalg'itishlik uchun. Qani bu biz ishga olmoqchi bo'lgan o'qituvchimiz chalg'ib ketadimi yo'lidan? Va men chalg'imaganman, chunki savol berayotgan o'g'il bolalar bo'lgan. Chiqarib o'rganman 2-3 tasini va darsda davom etganman ingliz tilidan. Dars o'tib berganman, birinchi master class va o'rtada bitta bola men bilan tortishib qolgan. Katta ketgan. Endi sohangiz ingliz tili bo'lgandan keyin zo'r bo'lasiz-da. Men tarixchiman. Men tarixdan zo'r bilaman degan. Men tarixim ham zo'r bo'lgan o'sha paytlar. Ustozim bu kishi o'zlari ham biladilar, zo'r qilib bizani tayyorlaganlar, chunki men prokuror bo'laman, yuridikka topshiraman deb tarixni zo'r o'qiganman-da. O'sha paytda kitobimizda Hammurabbining yillari bo'lar edi. Hammurabbining yillari ayt deganman bolaga. Bola Hammurabbining yillari yozilmagan degan. Va o'sha paytda yozilgan, biz tortishganmiz. Agar topib bersam, tan berasammi deganman. Tan beraman degan va ustoz eng orqasida yillar turardi xronologiya. Qo'shimcha ma'lumot sifatida yillar berilar edi, atamalar. Kitobni eng oxirini ochganda mana yil turibdi deganman, shunda qo'lini ko'targan. Bo'ldi. O'sha direktorga chiqib, bu kishi bizga ingliz tilidan ham, tarixdan ham ikkasidan ham shu ustozni qo'yib bering, bu kishi zo'r bilar ekanlar deganlar, lekin men ingliz tilini tanlaganman. Ingliz tilini tanlaganman va o'sha yerda bo'lgan 13 ta o'quvchini 2 donasini ustozi bo'lmagan. Qolgan ba'zilari o'qituvchilar, ba'zilari administratorlar meni sinash uchun
kirishgan va ba'zi birlarining esa o'qituvchilari bo'lgan. O'sha ikkita o'quvchi bilan birinchi marta o'zimning ish faoliyatimni Toshkentda, Sergelida Repetitor Service o'quv markazi edi, hozir Topex deb nomini o'zgartirishgan. Brendlarni o'sha joyda birinchi marta ingliz tilida faoliyatimni boshlaganman. Ajoyib. Xo'p, yaxshi, mana Mohnur, mana hozir o'zingizni mana birinchi faoliyat dastlabki mashaqqatlaringiz haqida gapiryapsiz-da. Hozir bugun masalan Toshkentda ham o'zingizni so'zingizni, o'zingizni o'rningizni albatta masalan fan nuqtai nazaridan, ilm nuqtai nazaridan albatta isbotlab kelgansiz. Bugun masalan biz Navoiyliklarning ilk podkastidamiz va Navoiyda ham o'zingizni shaxsiy brendingizni va akademiyangizni asos solganingizni biz yaxshi bilamiz. Va bugun mehmonga chaqirishimizning eng asl asosi ham masalan mana shunday darajaga mehnat bilan, mashaqqat bilan chiqqandingizki, mana shuni keng masalan jamoatchilikka, talabalarga, abituriyentlarga mana shuni chiroyli bir yetkazib berish maqsadini ko'zlaganmiz. Va bugun sizningcha bugun masalan 10 yilliklardagi oldingi ta'limdagi mashaqqat va qiyinchilikni abituriyentlar qanday o'qiganligini yoki talaba bo'lishlik qanday mashaqqat ekanligini biz yaxshi tushunamiz. Va bugun siz abituriyentlar bilan ishlashda yoki talabalarda ingliz tilini o'qitishda qanaqa qiyinchiliklarga duch kelasiz? Ingliz tilini o'qitish o'zi menimcha o'qituvchi sifatida har bir o'qituvchiga qaysidir bir bolani o'qitish qiyin. Oddiy o'qituvchi bo'lib o'qitish oson, lekin ularga o'rnak bo'lib o'qitish aslida qiyin. Men o'quvchilarimga har doim bitta narsani aytaman. Men sizlarning ustozlaringizman, ha, lekin men har doim sizlar bilan bitta yo'ldaman. Men sizlardan baland emasman, past emasman va men sizlar bilan har doim bir yo'ldaman. Va biz ular bilan birgalikda bitta yo'ldan ketamiz. Oldingi o'quvchilar bilan hozirgi o'quvchilar farqi, oldin mana bu ijtimoiy tarmoqlar bo'lmagan, o'quvchilar o'zini boshqalarga solishtirishi kamroq bo'lgan. Kamroq. Hozir esa ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketganligini hisobiga o'quvchilar o'zini butunlay o'ziga butunlay begona bo'lgan, o'zini sharoitiga umuman to'g'ri kelmaydigan, o'ziga umuman o'xshamaydigan, o'ziga umuman teng bo'lmagan bir o'quvchiga solishtiradi. Undan solishtirgandan keyin albatta nima bo'ladi? Motivatsiyasi tushib ketadi. Motivatsiyasi tushib ketadi-da, o'qishga qiziqishi tushishni boshlaydi. Ingliz tili men uchun emas ekan deb boshlaydi. Aslida ingliz tili men uchun emas deydigan o'quvchilar dangasa o'quvchilar deyman-da. Har bir narsada mashaqqat bor. Ilm bu mashaqqatdir deyilganda, ilm haqiqatan ham mashaqqat va o'sha mashaqqatni yenga olgan insongina bir narsaga chiqa oladi. Mashaqqatdan qochdimi? Bo'ldi, oson hayot. Oson hayot, lekin fiziki og'ir yuk. Oson. Hayot oson. Men ko'pincha aytaman-da, ilmsiz bo'lib yashash ancha osonroq. Ilmsiz bo'lib yashash oson. Nima uchun? Chunki kimdir ko'ngliga tegib qo'yasiz, ilmingiz yo'q, ko'ngliga tegaverasiz. Kimdir orqasidan g'iybat qilasiz, ilmingiz yo'q, kimdir orqasidan bemalol g'iybat qilaverasiz. Kimdir bilan ko'chada so'kishib ketib qolasiz, ilmingiz yo'q va bu siz uchun oson yo'l. Ilmli inson esa qiynaladi. Ilmli inson qiynaladi. Hozir ko'ngliga tegib qo'ysamchi, bunaqa yomon gapni gapirish mumkin emas-ku. Hozir gapirsam gunoh bo'ladi-ku. Yoki o'zi umuman bu gapni gapirish jamoat joyida to'g'rimi deb ilm yo'lda yurgan odamga qiyin. Ilm haqiqatda mashaqqat, lekin o'sha mashaqqatni ichki halovati bor. Men har doim shu narsani o'quvchilarga uqtiraman. Ilm mashaqqat, lekin bu halovat. Ilm sakinat. Ilmi bor inson qalbi sakinatda yashaydi. Mana shunday. Rahmat, juda chiroyli javob bo'ldi. Albatta men bitta narsaga ko'p duch kelaman. Bugungi zamonaviy ta'limda, demak, axborotlashgan jamiyatda yashayapmiz. Axborotlarning kirib kelishi yoki axborotga asoslangan texnikalarning kirib kelishi ham juda ko'p. Lekin oxirgi mana statistik ma'lumotlarda, endi masalan kitob o'qish ma'lumotlarida berilyaptiki, baribir o'sha kuchli 10 talikdan olaylik Xitoy, Amerika, Rossiya, Yaponiya, Germaniya kabi mamlakatlar kitob o'qish va mutolaa qilish bo'yicha eng birinchi o'rinda turibdi. Ko'pincha o'ylayman, masalan, bizning o'qishimizga yoki o'sha ilm olishimizga ko'pincha biz hozirgi oxirgi haligi ko'pgina podkastlarda bir xil haligi dejurniy fikrdek bo'lib qolgan, demak, telefon sababchi, o'sha ijtimoiy tarmoqlar sababchiki, bugungi yoshlarni kitob o'qimaslikka, ilm olmaslikka eng asosiy faktor va sabab sifatida ko'rsatish dejurniy gapdek bo'lib qolgan. Mening nazarimcha, mana solishtiradigan bo'lsak, olaylik mana Xitoyda eng rivojlangan davlat,
texnologiyalar zo'r. Eng oxirgi o'sha bizning qo'limizdagi rusumlarning ko'pchiligi o'sha mamlakatdan kirib keladi bizga. Lekin ularda mana shu texnologiyalarning eng oxirgi rusumi bor va internet ishlashi yoki ijtimoiy tarmoqlarning ishlashi biznikiga qaraganda masalan kerak bo'lsa 10 barobar ko'p rivojlangan yoki o'sha nima taraqqiy etgan bo'lishi mumkindir. Lekin baribir ular o'sha ilm o'rganishga yoki o'sha mashaqqatni bo'yini olishdan chekinmayapti-ku. Bizda masalan texnika bo'yicha ham, axborot bo'yicha ham eng yuqori darajada turgan mamlakatlar, lekin kitob o'qish bo'yicha baribir oldingi o'rinda demoqchiman. Mana shunga qanday qaraysiz? Menimcha ana shu aynan ularni oldinda ekanligi asosiy faktor. Ya'ni bizga endi kirib keldi. Instagram degan narsa, Telegram degan, masalan biz abituriyentligimizda Instagram yo'q bo'lgan, lekin Telegramga kirish uyat hisoblangan. Ijtimoiy tarmoqqa kirish uzun rost juda qo'rqinchli narsa hisoblangan. Hatto men talabaligimda ham shunday edi. Men talabaligimda universitetga kirganimizdan keyin Telegramga ruxsat berishgan. O'shanda ham rektorlar, dekanlar sizlar bilan bog'lanish vositasi bo'lishi uchun deganligi uchun ham biz Telegramga kirganmiz. O'sha paytdan bir 4 yil, 5 yil oldin rivojlanish boshladi. Men o'ylayman, Xitoyda o'sha narsa 20 yil, 30 yil oldin rivojlanib ketgan. Balki o'sha Xitoy ham ayni yangi kirib kelgan paytda xuddi shunday ruju qo'ygan bo'lishligi mumkin. Bizda ham bir kun kelib, sekin-sekin mana shu ijtimoiy tarmoqlar oddiy hol Qaytish mumkin o'sha narsa. Bu oddiy narsa, ijtimoiy tarmoq bu oddiy narsa. Bo'ldi, men buni har kuni tiklashim shart emas. Bu oddiy narsa. Shunchaki men undan axborot olishim uchun menga kerakli vosita deb qabul qilib, sekin u orqaga chekinib, yana insonlar ko'proq ilmga qaytishga boshlasa kerak deb o'ylayman. Va juda ham ko'pincha ana shu kitob o'qimay qo'yganimizga ham sabab juda ham ko'p influencerlar bu narsani keng yoyishga o'zini hissasini qo'shishni xohlashmaydi. Influencerlar, juda ko'p influencerlar bor, juda ko'p million prosmotrli подписчиклар, blogerlar bor. Ular ham kitob o'qiydi, lekin o'sha narsani olib chiqib aytmaydi. Mana shu kitobni o'qidim, mana shu kitobning orqasidan men ilm bilan erishdim shu narsaga. Chunki hech narsaga ham shunchaki chiqib bo'lmaydi-da. O'sha narsaga chiqdimmi, nimadir ilmning orqasidan chiqqan. Mana shu orqasidan chiqdim demaydi. Bu narsani biz o'zimiz targ'ib qilishimiz kerak. Kitob o'qish kerak. Mana shu ilmning orqasidan bo'ladi shu narsa deb biz o'zimiz mana shu influencerlar sekin yoshlarni ongiga kirib borishimiz kerak deb o'ylayman. Yaxshi, rahmat Guliston. Ayrim maktab o'quvchilari o'rtasida quyidagicha gaplar mavjudda. Ingliz tili hammaga ham kerak emas. Shunaqa fikrlar yuradi. Siz bu fikrga qanaqa qaraysiz? Zamonaviy kasblar bor, masalan IT. U uchun ingliz tili kerak ham. Albatta. Buni hamma tan oladi, lekin ba'zi bir o'quvchilar bor, har doim ham kerak emas ingliz. Yo'q. Ingliz tili bizani har qadamimizga kerak. Yaqinda biz chet elga chiqqanimizda, onam, qaynonam bilan chiqqanimizda, men u davlatga birinchi marta Saudiya Arabistoniga chiqqanimizda, men u davlatga birinchi marta chiqishim. Lekin men shunday yuribman, onam aytayaptilar menga qarab, "Sen bu yoqda xuddi oldin ham bo'lganday yuribsan" deyaptilar. Chunki men qanday hamma joyni topa olyapman? Chunki hamma joyda belgilar bor. Masalan, men bu tarafga yursangiz, bu joy, bu yoqqa yursangiz, bu joy bus station yozib tashlangan. Bu narsani biz bilishimiz kerak. Chunki o'sha sayt o'tgan maktab o'quvchilarim ertaga katta bo'lgan biznesmen bo'lib ketsam chet elga chiqadi-ku. Kim unga tarjima qilib beradi? Baribir ingliz tili har bir qadamda kerak. Oddiygina VC, hojatxona degani. Siz chet elga chiqqaningizda kimdandir o'sha begona insondan hojatxonani so'ra olmasangiz, yo'q, kerak. Siz hech bo'lmasa chet elga chiqqanimda menga kerak bo'ladi deb hech bo'lmasa o'rganishimiz kerak va boshqa kasblar ham albatta kerak. Masalan, savdogarlik. O'sha biznes sohasi. Talabaligimda yakshanba kunlar o'rtog'imning magaziniga savdo qilishga yordamga borar edim. Bir kun bordim Toshkentda, o'sha Bekbaraka bozoriga chiqdik. Savdo qilyapmiz. Savdo qilayotgan holatimizda bir hindlar kirib kelishdi. Hindlar ingliz tilida murojaat qilyapti. Shampun so'rayapti. Shampun mamnaqa bo'lsa, mamnaqa, sochim mamnaqa tushuntirib beryapti. Tushuntirib berayotgan holatida meni o'rtog'im shu narsani tushunmay qarab turibdi. Chunki o'rtog'imning yo'nalishi ingliz tili emas. Shunda qarab turibdi. Menga aytdi, "Yaxki, sen ingliz tilini bilasan." Bordim, ha desam, sochni aytayapti. Keyin shunda shampunni o'ziga mos shampunni topib berdim va o'shanda anglash keldi ichimda. Ha. Siz men eng kami masalan bir ozgina semichka sotib bo'lsa ham biznes qilaman yoki oddiy narsa sotib bo'lsa ham biznes qilaman deydigan insonimiz bor ingliz tili kerak ekan. Chunki siz bitta narsada mana pul topdingiz, masalan oddiy tadbirkorlik pul topdingiz, topganingizdan keyin to'xta viloyatlar kesimida sotay. Respublika kesimida sotay. Chet el bilan savdo qilay.
kerakda Albatta. ingliz tili. Kerak. Har qanaqa holatda bizga til kerak. Yana bitta savolim bor edi shu o'rinda. Biz ingliz tilini o'rtacha darajada bilib ham karyera qilsak bo'ladimi? Albatta. Albatta. Bugungi kunda shu Navoiyda ingliz tili orqali yaxshi daromad qiladigan 3 ta kasb haqida siz fikringiz qanaqa? O'qituvchilik. Ajoyib javob bo'ldi. Rahmat. Yo, o'qituvchilik men aytamanda eng toza masalan psixolog sizni kimni kutadi xonasida? Ruhiy muammosi bor insonni kutadi. Doktor kimni kutadi? Doktor kasal bo'lsa, kimlarning kasal bo'lsa, u pul topadi. Yoki qanaqa kasblar? Shunday kasblar bor, hammasi minusga ishlaydigan kasblarda. Lekin aynan o'qituvchilik, mana trenerlar bor, sport ustalari, masterlar. Hammasi faqat bitta narsani kutadi. Muvaffaqiyat. O'ziga umuman begona bo'lgan bir bolani muvaffaqiyatini kutadi. Mana bu o'qituvchilik. Juda faxrlanadi. Albatta, shuni orqasidan birinchidan pul topadi, shuni orqasidan faxrlanadi. Shuni orqasidan mag'rurlanadi, faqat unga o'quvchining muvaffaqiyati kerak. Shunday. Men masalan psixologlarga ko'p borganman. Birinchi seansidayoq siz bilan muammoni oxirigacha yechmaydi. Nima uchun? Yana bir marta kelishingiz uchun. Yana bir marta kelishingiz va yana bir marta shuncha $1,500, $2,000 pul to'lashingiz uchun ham oxirigacha olib bormaydi. Lekin o'qituvchi nima qiladi? O'qituvchi yana bir marta kelsin demaydi. Yo'qda shu bir martada kirsin, sertifikatini olsin, bir martada o'qishga kirsin, shu bir martada hamma ilmni men bera olay deydi. Mana bu kasb o'qituvchilik. Men boshqa kasblarni yomon demoqchi emasman, lekin aynan mana shu o'qituvchilik va yana tim bo'li chet tili bilan birgalikda uni bog'lagan holda o'qituvchilik qilish bu eng chiroyli kasb bo'lsa kerak deb o'ylayman. Rahmat, to'g'ri. Rahmat. Mohnur juda chiroyli fikrlar bo'lyapti. Endi meni qiziqtirgan narsa, hamma davrda ham o'qituvchi kasbi e'zozlangan, hamma davrda ham hurmat, izzat topgan. Lekin masalan o'qituvchiga yaratilayotgan sharoit yoki imkoniyatlar bugun bizning nazdimizcha umuman ancha ilgariladi. Oxirgi 10 yilliklar hisobini oladigan bo'lsak, men aytib o'tmoqchiman, masalan bugungi davrdagi eng asosiy haligi urg'u jamiyatimizda berilayotgan o'qituvchini yanada rivojlantirish. Sizga savol quyidagicha bermoqchiman. Bugungi masalan zamonaviy o'qituvchini qiyofasini shakllantirish uchun, masalan olaylik ingliz tili misolida, unga shart-sharoit, muhit qanchalik muhim ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Muhit juda ham muhim. Hozir Profi universitetini aylanayotganimizda ham shu narsani his qildim. Muhit juda ham muhim. Ham atrof muhit yaxshi bo'lishi kerak va o'sha atrof muhitdagi sizni tanishlaringiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Albatta, sizga muhit mana bu yoqdagi texnologiyani sizga yaratib berishsa, sizga shu sharoitni yaratib bersa, albatta siz rivojlanasiz. Bu bo'lmasa qanday rivojlanasiz? Mana shu texnikalar hozir ko'rsatib beryaptilar. Bu yoqda bu kompyuter, bu yoqda hamma joy kompyuter. Shunaqa kompyuterlar ko'p o'quvchilar uchun qilib berganmiz. O'quvchilar uchun qilib berganmiz. Mazza-ku bu narsa. Uyida internet yo'q, bepul Wi-Fi qilib berishgan. Bu haqiqiy sharoit, bu haqiqiy zo'r narsa-da va muhit juda ham muhim. Endi atrofdagi insonlarga keladigan bo'lsak, har doim inson atrofdagi inson tanlashda ehtiyot bo'lishligi kerak. Chunki yo u bilan birgalikda zo'r bo'lib ketadi, yoki u bilan birgalikda tupikka, qorong'ulikka tushib qoladi. Har xil insonlar bor-da. Masalan, kimdir bilan o'tirasiz, u faqat o'zining muammosini gapiradi. Faqat o'zining oilaviy muammosi, turmush o'rtog'i bilan muammosi, farzandining kasalligi yoki qaynotasi bilan faqat muammo haqida gapiradi. Shunday insonlar bor, ham muammosi bor, lekin hech bo'lmasa shu muammoni ichidan ham bitta yaxshilikni uzib olib bo'lsa ham aytadiganlar bor. Ana o'shalar bilan o'tirish kerak. O'shalarni atrof muhitga aylantirishimiz kerak. Qachonki ijobiy fikrlaydigan inson bo'lsa, biz rivojlanamiz. Chunki ong shunday narsaki, siz o'tiribsiz, sizga yomonlik haqida gapirib, bola kasalligi, turmush o'rtoq yomonligi, u hech narsa pul bermasligi haqida gapiryapti. Siz eshitasiz, u sizni do'stingiz, u sizni tanishingiz, eshitganingizdan keyin xohlaysizmi yo'qmi? Shuni odam badani bijirlab ketadi-da. Voy, shunaqami? Bo'ldi, tugadi. Mana bu eshitayotgan insonni kim tugadi? Mana bu inson informatsiya kirituvchi bo'ldi va tugadi buniki. Nima uchun? Chunki siz dedingiz, tana his qildi, tana his qilganidan keyin onga signal jo'natadi. Bizniki bu. Bizniki. O'sha bolaning kasalligi bizniki.
Mana shu erning yomonligi bizniki, qaynonaning yomonligi bizniki deb qabul qiladi. Xohlaysizmi yo'qmi, mana bu ong eshitdi-ku, eshitgandan keyin xuddi shu narsani informatsiyani tanaga tarqatishni boshlaydi. O'z-o'zidan bolangiz kasal, o'z-o'zidan turmush o'rtoq bilan urushdi, o'z-o'zidan qaynona bilan urush, ana shu narsa sekin tarqalish boshlaydi. Yaxshilik bilan gaplashadigan insonlar bilan o'tiring. Shu eshitasizda, nimaga men shunday shukur qiluvchi emasman? Yo'q, men ham shunday shukur qiluvchi bo'lishim kerak. Mana bo'lyapti-ku, shuncha muammosi bor. Lekin o'sha muammosini aytmayapti-ku. Men ham shukur qiluvchi bo'lishim kerak. Shukur qiling, ziyoda qilurman deyilganda, masalan 100 ta muammo, lekin bitta yaxshilik. O'sha yaxshilikka shukur qilish bor-ku. To'g'ri. Havo bor-ku. Bo'ldi-da. Ana shunaqa insonlarni biz muhitga aylantirishimiz kerak. Ana shunaqa insonlar bizda muhit bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yuqorida aytib o'tdingizda, mana universitetni komfortligi ham baribir talabalarga bilimiga ta'sir qiladi. Biz shu o'rinda shu bo'lajak abituriyent, men talaba bo'lmoqchi bo'lgan abituriyentlarga universitet tanlashda nimaga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Asosiy. Birinchi navbatda asosiy faktorlar. Birinchi navbatda universitet tanlash emas, birinchi navbatda yo'nalish tanlash. Birinchi navbatda yo'nalish. Men hozir mana shu yerga kirsam, mana shu yo'nalishda ketsam, men kim bo'laman? Chunki bir qaror butun hayotimizni o'zgartirib yuboradi. Bitta qaror butun hayotini insonni o'zgartirib yuboradi. Agar men shu yo'nalishda o'qisam, men o'zimni yo'limni topa olamanmi? Ha, topa olaman. Galchka bo'lsa, keyin universitet tanlash kerak. Universitet tanlayotganda ham birinchi navbatda tanlashimiz kerak bo'lgani o'qituvchilari qanaqa? O'qituvchilar bor, shunaqa o'qituvchilarni eshitaman. Universitet talabalari menga darsga kelishadi, o'qituvchilar haqida gapirishadi. O'qituvchilar o'zining shaxsiy hayotini gapirib beradi. O'qituvchi o'zining shaxsiy hayotini gapirib bergandan keyin men bu yoqda siz 1000 ta gadjet apparatura qilib tashlamaysizmi? O'quvchi unga qaramaydi, o'quvchi o'qituvchining gapini eshitadi. Birinchi navbatda o'qituvchini o'zi ilmlimi? O'qituvchini o'zi siz uni ruhi sizning ruhingizga mos keladimi? Siz uni ko'tara olasizmi? Siz unga ixlos qila olasizmi? Siz uni yaxshi ko'ra olasizmi? Agar ha bo'lsa, o'sha o'qituvchini joyini borib topish kerak. Mana shunday. Bizningcha bugun Mohir fikrlaringizga 100% qo'shilgan holatda bugun eng asosiy dolzarb jamiyatimizda qiynayotgan muammolardan bittasi ham eng yaxshi sifatli o'qituvchini topish deb bilamizda. Vaqtida masalan tarixiy nuqtai nazardan bitta misol aytaman. Masalan Germaniyaning kansleri bo'lgan Otto von Bismarck va Bismarck katta bir yig'ilish o'tkazgan vaqtda Germaniya kanslerlariga, o'sha vazirlarga aytganki, agar mamlakatni Germaniyani o'ta kuchli darajada Yevropada rivojlangan mamlakat qilmoqchi bo'lsangiz, menga bor-yo'g'i 10 mingta o'qituvchi topib bering degan. Lekin mana shu uni qo'l ostida ishlaydigan demak xodimlar, o'rinbosarlari yoki boshqa organ xodimlari 10 mingta o'qituvchi, eng zo'r 10 mingta o'qituvchini topib bera olmagan. Bo'lmasa Germaniyani buyukligini tushungda ko'r degan. Oddiygina masalan tarixiy haqiqat 19-asrdagi eng kuchli masalan siyosatchilardan birining fikri. Menimcha bu fikrlar hali o'zining ahamiyatini yo'qotgan yo'q va bugungi zamonaviy o'qituvchini tayyorlashda biz o'sha o'tgan asrdagi yoki yaqin 10 yilliklardagi eskicha o'qituvchini tayyorlash ma'nosida yoki o'qituvchini demak jamiyat bilan yoki xalqaro darajadagi toifadagi haligi o'qituvchi sifat qiyofasini shakllantirishimiz uchun bizga nimalar yetishmaydi deb o'ylaysiz? Nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Bu shaxsiy fikringiz biz uchun muhim. Bu mening shaxsiy fikrim. Birinchi navbatda o'qituvchining ruhiy holatiga qarash kerak. Ruhiy holatiga. Chet elda juda ham mashhur restoranlarda ovqat pishiruvchi oshpazlarni ruhiy holatiga qarab ishga olishar ekan. Nima uchun? Chunki ular juda ham boy xonadonlarga, mansub odamlarga ovqat pishirib berishadi. Nima uchun ruhiy holatiga qaraladi ularda? Chunki ular ovqat pishirayotgan paytda nimani o'ylaydi? Oilaviy muammosini o'ylaydimi? Pul bilan krizisini o'ylaydimi? O'sha narsa mana bu yeydigan odamga o'zining ta'sirini o'tkazadi-da. Va o'qituvchilarda ham xuddi shunday deb o'ylayman-da. Agar o'qituvchi o'zi ruhiy holati yaxshi bo'lmasa, o'quvchiga o'zini bilimi zo'r bo'lsa ham u ilmni bera olmaydi. Ilm yodlab beriladigan narsa emas, yoddan prosa aytib beriladigan narsa emas-da. Uni o'zini ruhiy holatini birinchi navbatda to'g'rilashlik kerak. O'qituvchilarni mana biz o'sha jamiyatga yetkazib beradigan o'qituvchilarni albatta ilmi bo'lish kerak. Ilmli o'qituvchilar tiqilib yotibdi. Sertifikat olyapti, IELTSdan 9 olyapti yoki zo'r xalqaro darajalarga chiqyapti va biz o'sha insonni
o'qituvchi qilib, o'qituvchi qilib jamiyatga berayotgan paytimizda birinchi navbatda ruhiy holatiga qarab qo'yishimiz kerak. Ilmni oladi. Ilm chunki yodlanadi, o'qiladi, test ishlanadi, o'zlashtiriladi, natija qilinadi. Lekin mana bu yoqqa jamiyatga yuzlanayotgan paytda yuzlab o'quvchilarga o'qituvchi bo'layotgan paytda o'qituvchining o'zi birinchi ruhiy holati yaxshi bo'lishi kerak. To'g'ri. O'zini birinchi halovati bo'lishi kerak, shunda o'quvchi bilan ishlay oladi. Mana bu yoqda ichida krizisi bo'lsa, qarzini o'ylayotgan bo'lsa, просто yodlagan narsasini aytib beradi. Yodlagan narsasini o'quvchi kitobdan ham o'rgana oladi. Albatta, fikringizda davom sifatida, demak, zamonaviy o'qituvchini tayyorlashda, demak, muhit, sharoit, imkoniyat va albatta siz ruhiyat deb bu zamonaviy tilda uni psixologiyasi, ya'ni to'g'ri bo'lishlik, ishiga, kasbiga nisbatan fidoyi bo'lishlik. Bular menimcha zamonaviy o'qituvchining demak qiyofasi desak ham bo'ladi. Ichki energiyasi. Ichki energiyasi. Xo'p, sizga yuzlanmoqchiman bir savol bilan. Shunaqa abituriyentlar ichida agar bilim jihatdan tayyorlanishda o'zida qanaqadir ishonchsizlik his qilsa, qayerga bo'lsam o'qishga kirsam bo'ldi, keyin o'zim tuzatib to'g'rilab ketaman degan qarashlar bor-da. Bu to'g'rimi? Men qayerga bo'lsa ham kirib, keyin Yo'q. Men o'quvchilarga aytaman-da, osilsang baland dorga osil, o'rganing hamma ko'rsin deyman-da. Ya'ni ilm yo'lida yiqilish emas. Bu qilayotgan harakatimiz natijasi, bu proses. Xato, ya'ni yiqilish agar o'quvchilar xato deb hisoblayotgan bo'lsa, u harakatning natijasida. Harakatning natijasi u. Xo'p, o'quvchi qayergadir kirib olsam, bu hozir qayergadir kirib olish oson. Juda ham oson, pulni beradi, qayergadir kirib oladi. Yana boya aytgan narsamga borib taqaladi. O'quvchi qayergadir kirib olsam bo'ldi emas. Agar men kirsam, men kim bo'laman? Agar men kirsam, shu joyda ishlay olamanmi? Juda ko'plarni ko'rdik. Kirib olsam bo'ldi, ota-onam uchun deb kirganlarni ko'rdik, lekin ular o'zining sohasida ishlamaydi. Shu sohani necha yoshdan tanlab boshlash kerak? Maktab o'quvchisi masalan. Yosh emas bu narsa, ya'ni maktab o'quvchisi yosh emas. Bu 3 yoshligida, bolani 3 yoshgacha bo'lgan holatida o'zi aniq bo'ladi. Nima qiziqishlari aniq bo'ladi. Shuning uchun ham mana bu onalar muhim rol o'ynaydi farzandni tarbiyasida. Ona qarash kerak, bolasi 3 yoshgacha nimaga qiziqyapti? Mashinalarni quryaptimi? Masalan, men onam aytadilar, "Sen o'sha 3 yoshgacha men so'raganman, 3 yoshgacha holatni nima qilganman? Sen faqat ukol qilgansan" deydi. Kichkina o'yinchoqcham bo'lgan, faqat unga ukol qilganman, ichini suvga to'ldirganman. Onam aytadi, har kun kechqurun men tashab qo'yardim. Men aytaman, "Men doktor bo'lmadim-ku. Men rosa ko'p o'ylaganman, men doktor bo'lmadim-ku." Keyin bildim, keyin men tushunib yetdim. Men ukol qiluvchi doktor bo'lmaganman. Bunday olib qarasa, o'qituvchilik, boya aytganimdek, men o'quvchilarning ko'pincha ruhiyati bilan ham ishlayman-da. Ruhiyati bilan ishlayapman. Ruhiy siz unga ozuqa beryapsizmi? Psixologik tarbiya. U davolanib chiqib ketyapti, oldingizdan. Men ukol bilan emas, ruhiyati bilan ishlab turib, uni davolayotgan ekanman deb o'ylab qoldim-da. Mana shunday narsa 3 yoshgacha birinchi navbatda qarash kerak. Shunda ota-ona 3 yoshgacha xo'p kuzatdi va bolada u qiziqqan kasbga nisbatan kelajak yo'qdek tuyuldi deylik. Ota-onalar ko'pincha shunaqaki, qaysi bir daromad yoki yaxshi bir soha, nufuzli sohalarga bolalarini o'qishini yoki ishlashini xohlashadi. Shunda universitetga shu bolasi aytgandek aytsa ham, "Yo'q, sen bu sohada emas, san'atshunoslikka emas, mana bu yuridический topshirasan" desa. Shunaqa ota-onalar juda ham ko'payib ketganda, siz bunaqa bolalar uchun yoki shunaqa ota-onalar uchun qanaqa abituriyentlar uchun ana shunaqa o'quvchilar juda ko'p. Ular bolalar orzu qilishdan qo'rqadi. Ular ota-onasini qo'rquv ichida yashaydi. Amalga oshirish uchun. O'zini orzusini o'ylamaydi, ota-onasini qo'rquvida yashaydi. Ota-onasini qo'rquvi nima? Bolam ertaga pul topa olmasa-chi bu kasb bilan. O'zini yo'lini topa olmasa-chi. Ana shu qo'rquvda yashayapti juda ko'p bola. Va bu juda katta xato. 30 yoshgacha o'quvchilarim borda, hali ham yo'lini topa olmagan. Nima uchun? Chunki ularning ota-onasi boshqa joyga yo'naltirilgan. Alloh har birimizga o'zimiz yashaykamizni berganda, kimdir doktor bo'lish uchun, kimdir o'qituvchi bo'lish uchun, kimdir usta bo'lish uchun yaratilgan va unga o'sha qobiliyat berilgan. O'sha qobiliyatni esa insonni o'zi ichi ruhi biladi. Men shu narsa uchun yaratilgan ekanman, men shu narsada insonlarga nafim foydam tegishi kerak deb. Hamma o'sha yuridikda o'qiydiganlar ham zo'r bo'lib ketmagan. To'g'ri. Prokuratura yo'nalishida masalan o'qiydiganlar, men o'zim havas qilganman prokuraturaga. Hammasi ham yo'lini topa olmagan.
notariusda masalan ishlashyapti. Mani orzuyim prokuraturada o'qishlik bo'lgan, o'sha yo'nalishda yuridik sohada o'qish bo'lgan, lekin men hozir qarayapman, notarius, men hech qachon notarius ishlashni xohlamagan bo'lar edim. Albatta bu ham kimdir qiziqishi, lekin mening qiziqishim emas. Ana shunday narsa. Ota-onalar o'quvchini, o'sha bolani kelajagi, karyerasi zo'r bo'lishda ota-ona o'zini qo'rquvi bilan uni boshqarishi kerak emas. Ota-onalar yaxshi, ular yomon emas. Shunchaki bolalarga ular o'zini qo'rquvini yukini yuklab qo'yaveradi. Qo'rquvni yuki tashlanaveradi. Bola qo'rqadi. Bo'lmasachi, ota-ona aytadi. Ana shu bo'lmasachi degan bolada haqiqatdan ham bo'lmaydi. Agar bolani o'zi tanlagan universitet bor, masalan, men shunga o'zim eplay olaman, o'zimni kuchim yetadi, ichki irodam yetadi deb tanladi universitetdan kirdi. Shunaqa o'quvchilar bo'lgan, kirgan universitetidan, tanlagan universitetidan afsuslangan. Yo'q, agar o'zi xohlagan bo'lsa afsuslanmaydi. Afsuslanmagan. Inson o'zi xohlasa afsuslanmaydi. Lekin agar boyagi qo'rquv bilan, ichidagi qo'rquv bilan borib topshirgan, kirgan bo'lsa, 4 yil o'qigan, keyin ikkinchi mutaxassislikka o'qiydiganlarni ham ko'rdik. Chunki ular birinchi mutaxassislikdan hech narsa topolmagan. Pul inson pul topishi mumkin-da. Hamma masalan oddiy mehnat qilib ham, qora mehnat qilib ham topish mumkin pulni. Lekin kasbdan halovat topish kerak. Mana bu muhim. Rahmat. Maxnur Zafarjonovna, juda yaxshi fikrlar bo'lyapti suhbat. Mendan endi Gulistonni demak savoliga mantiqiy haligi savol deb qabul qilasiz va bugun masalan bolalarimizda yoki olaylik abituriyent deymiz, talaba deymiz, bularni qo'yayotgan maqsadlari, insonlarning maqsadlari albatta uni yuksak cho'qqilarga olib chiqadi-da. Maqsad bu insonni kichkina yoki katta ko'rsatishda emas. Maqsad qanchalik yuqori bo'lsa, qanchalik katta bo'lsa maqsadlar, inson shunga qarab harakat qiladi va maqsad yo'lida demak juda ko'plab yutuqlarga erishishi mumkin. Ya'ni bizdagi masalan oilaviy stereotiplarimizdan bittasi demak maqsadlarni ozgina kichikroq qo'yamiz. Ya'ni maqsadlarni o'zimizni qarashlarimiz bilan, o'lchovimiz bilan maqsadni farzandimizga o'zimiz belgilab beramiz. Demak, maqsadni o'zimiz farzandimizga, ya'ni kasb tanlash vaqtida ham qanchadir o'sha oylik maoshiga qarab kasb tanlab beramiz uni. Shifokorlikdan shuncha pul topsa bo'ladi yoki yuristik sohada shuncha yoki jarrohlikdan shunaqa. Shuning uchun ham sen o'shancha pul berishi mumkin bo'lganligi uchun ham sen o'sha sohani tanlashing kerak degan stereotiplar bor. Lekin bu stereotiplarni albatta demak jamiyat o'zgartirishga harakat qilish kerak. Demak, bolalarning maqsadi qancha katta bo'lsa, o'sha maqsad o'zini orzu qilgan kasbi, maqsad asosida demak juda katta yutuqlarga erishishi mumkin. Chunki inson yer yuzidagi jonzotlarda eng kuchli insoniyatga o'sha eng katta haligi qobiliyat berilgan, hattoki deydi o'zini imkoniyatlarini o'zi hali bilmaydi. Inson shunchalik darajadaki hali uni hech qanday o'lchov yo'q. Biz ko'pincha mana shunaqangi bizning jamiyatimizdagi qoliplardan bittasi shu orzularimizni, maqsadlarimizni haligi o'lchovli qilib turib farzandimizga ko'chirishlik. Mana shu holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun bugungi ota-onalarga farzandini tarbiyasida yoki o'sha qanaqadir maqsad qo'ydirib majburiy holatda o'sha repetitorga beryapti yoki qaysidir universitetlarga tayyorlayotgan vaqtida maqsadlar qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Har doim o'quvchilarga bitta gapni aytaman. Maqsadni keng qo'yinglar. Ko'p bo'lsin. Pul topmoqchimisizlar? 50 million, 100 million emas. 500 million, 700 million, 1 milliard oyiga deb qo'yinglar. Chunki beruvchi ularning ota-onasi emas-da. Rizq ota-onadan kelmaydi. Rizq Allohdan. Rizq qachon qancha kelishini biz bilmaymiz. Bizni bitta ishimiz bor. O'sha niyatni, maqsadni katta qo'yishimiz kerak-da. Va o'sha niyat ekologik bo'lishi kerak. Ekologik degani u hech kimga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. O'sha men masalan 700 million topsam oyiga, o'sha pul bilan men kibrlanaman emas-da. Niyat shunday bo'lmasligi kerak. 700 million topaman, men bunga yordam beraman, bunga yordam beraman. Men bunaqa narsalar quraman. Niyat ekologik. Birinchi navbatda o'zimizga zarar bo'lmasligi, kibr o'zimizga ham zarar-da. Birinchi navbatda o'zimizga zarar bo'lmasligi kerak. Atrofga zarar bo'lmasa, Alloh beradi, nima uchun bermas? Men har doim aytaman-da, ana shu pul, mana ko'pchilik puldan qiynaladi-da. Men har doim aytaman. Pul siz uchun
inson uchun yaratilmagan bo'lsa, kim uchun yaratilgan? Hayvon uchun emas-ku yoki o'simliklar uchun emas-ku. Pulim kam deydigan insonga aytaman, harakat qilyapsanmi? Ha, harakat qilyapman. Niyatni qanaqa qo'yding? So'rayman. Ko'pincha insonlar niyati ko'rsatib qo'yish kimgadir. Erishaman, ko'rsatib bilan qo'yish. erishish. Isbotlash. Bu yomon, bu o'sha kibrga olib keladi. Bu kelmaydi. Endi bu niyat amalga oshmaydi. Oxiri o'zini yeydi o'sha. O'zini yeydi, ha. Bu qorong'ulik, bu tubanlik kimgadir ko'rsatib qo'yaman deb harakat qilgan odamga o'xshamaydi. Yo'q, men kimgadir ko'rsatib qo'yish uchun emas, o'zim rivojlanishim uchun. Menga o'qi deyilgani uchun men o'qiyapman, men harakat qilyapman, men bir kasbni egallayapman deb niyat ekologik bo'lishi kerak. Bolalarga ham shunday tarbiya berish kerak-da. O'g'lim, qizim, sen nimani xohlashing o'zing bilasan. Seni ko'ngling qayerga tortyapti? Bolalar bilan maslahatlash. Bolani biz juda bola deb ko'raveramiz, yosh bola deb ko'raveramiz. Ota-onalar mana 18-19 yoshli bolalarni olib kelishadi, bo'yib, ota-onaning bo'yida o'sib ketgan, lekin kichkina deb hisoblaydi. Bu qayerdan biladi? Bu baloni ham bilmaydi, ota-onaga eshitmaslik. Eshitmaydi. Ana bola amnaqa mulzam bo'lib o'tiraveradi ota-ona oldida. Ota-ona ketsagina ham boshini sal ko'tara oladi. Ungacha ana shu o'tiradi. Ota-onadan qo'rqishi kerak emas bola. Ota-ona bilan do'st bo'lish kerak va mustaqil fikrini ochib bera olish kerak. Isbotlab bera olish kerak yoki o'sha harakat qilish kerak. Ota-onalar juda nima, bolalarning ko'pchiligi, men har doim yoshlar tarafdaman. Hozir bu gaplar ota-onaga yoqmasligi aniq. Ota-onalar o'quvchilarni o'sha bolalarini jonini olib qo'yganda va tekizdirib gapiradi bolasiga. Butun umidimiz shundan. Bu ertaga meni boqadi. Otasi bilan meni boqadi. Bu bizani hali bizaga bir nimalar qilib berish kerak. O'ziga eshittirib, o'ziga. Buni xolasi o'qishga kirdi, xolasini qizi kirdi. Ataylab mana tekistirib gapiraveradi-da, u ota-ona o'ylaydi, hozir men gapiryapman, gapimdan hozir o'rnak oladi deb zo'r bo'lib ketadi. Yo'q, sinadi bu. Ota-onaning oldida majburiyat yukini, kelajakda majburiyatini birdan bolaga yuklashlik psixologiyasi bilan tarbiyalash deb qarasak ham bo'ladi. Undan keyin o'sha maqsadlarni qo'yishda, masalan, menimcha maqsadlar qanaqadir maqsad asosida bolani mana shu chiziqgacha olib keldik, biz maqsad qo'ydik, chegaralab qo'ydik. Bola xo'p siz aytgandek o'qidi, o'rgandi, universitetga kirdi va ma'lum bir kasb va ko'nikmaga ega bo'ldi. Va aytaylik, ota-ona aytayotgan o'sha mashina yoki o'sha uyga ham ega bo'lsin. Lekin bola o'sha yerga kelgan vaqtida uni psixologiyasida maqsad o'sha joygacha edi-ku. Ota-ona chegaralab qo'ygan. Tamam, o'shandan keyin harakat yo'q, bu yoq. Uni mashinasi bor. Olaylik, ikkitasi uyi bo'lsin, olaylik qanchadir mulki bo'lsin, lekin maqsaddan shu joyda tugadi. Va mana shu joyda jamiyatni o'ldirayotgan narsamiz, nima asosiysi maqsadlarimiz kichkinasi. Bolalarga yoki talabaga berayotgan yoki abituriyentga berayotgan, umuman yosh avlodga berayotgan maqsadlarimiz kichkina, mana shu yerda to'xtatib qo'yamiz. Chunki o'shangacha biz 5 yilmi, 6 yilmi, 10 yil uni nima qildik? Tarbiyaladikki, o'sha maqsad qo'ydik, o'sha maqsaddan keyin to'xtadi. Olaylik, masalan, tibbiyot yo'nalishi ba'zi sohalarda oqsaymiz, bilasizlar. Endi mana zo'r emasmiz. Qanaqadir operatsiyalar bo'lgan vaqtimizda biz chet ellarga borib turib, masalan, operatsiya qilib kelishga majburmiz. Nima uchun? Masalan, mana shu joylarda maqsad bilan bog'liq bo'lgan stereotiplar bor. Ya'ni maqsad o'sha jarrohlikni nimaga qarab turing yoki o'sha mutaxassisni biz kichkina maqsad asosidan shu yerga chegara qo'yganmiz. Shu shifokorlikdan shuncha maosh olasan va shuncha o'sha joyga u bola nima qilgan? Ilm bilan shug'ullanmayapti endi. Chunki unga maqsadga erishib bo'ldi, maqsad tugadi unda. Endi ilmdan to'xtadi. U oliy undanda o'sha maqsadi, masalan, maqsad qo'yganda bo'lardi. Mana operatsiya stolimda birorta inson o'lim topmasligi kerak. Maqsad u oliy, cheksiz u. Shunday. U hech qachon bunga erisha olmasligi mumkindir. Lekin umrining oxirigacha o'sha maqsad asosida u ilm bilan va kasbini yanada rivojlantirish bilan shug'ullanishi mumkin. To'g'ri. Menimcha mana shu maqsadlar, mana sizning fikringiz davomi sifatida mana shuni nima qilmoqchi edim, qo'shimcha qilmoqchi edim. Maqsadlar juda ulkan yoki o'sha katta bo'lish kerak. Shunday. To'g'ri. Shunday. Mana siz ingliz tilida tayyorlaysiz-ku o'quvchilarni, to'g'rimi? Necha yoshda bolalarni ingliz tili o'rganish uchun o'sha kech deb hisoblaysiz? Hech qachon kech emas. Hech qachon kech emas. 46 yoshga kirgan bir opamiz, 45 yoki 46 yoshda edilar. B2 sertifikatini oldilar.
Ajoyib. B2 sertifikatini farzandi bilan kelib o'qidilar va ona olib ketdi, farzand hali olgan yo'q, hali o'qiyapti. Ona oldi sertifikatni. Chunki onada tezroq olishim kerak, olmasam uy ishlarim qolib ketyapti, bola tarbiyasi qolib ketyapti. Oila yuki ko'p edi. Oila yuki ko'proq edi, shuning tezroq oldi. Bolada sal bemalolroq. Va unday ona bolaga ham o'zi erkinlik berib qo'yganda, bemalol vaqting bor, xohlaganingcha o'qi deb, hech qachon kech emas. Shunchaki sal yosh katta bo'lgandan keyin xotira pasayishi degan narsa bor. Ular olishi, qabul qilishi biroz qiyin bo'ladi. Ular bilan ozgina ishlashda qiynalamiz. Bitta narsani bir marta emas, 4 marta, 5 marta tushuntirishimizga to'g'ri kelib qoladi. Mayli, o'qituvchimiz-ku, qayta tushuntiraveramiz. Asosiysi shu ilmni tushunsa, bilimni olsa, bizga shu yetarli deymiz. O'zi ingliz tili juda ham qiyinmi yoki bizga noto'g'ri o'rgatiladimi? Nima deb o'ylaysiz? Ingliz tili so'zlashish uchun bo'lsa, yo'q, qiyin emas, lekin mana IELTS sertifikati uchun, multi-level sertifikati uchun bo'lsa, hamma narsa ham qiyin. Ilm mashaqqat. Ona tilda ham, masalan, o'zimiz tilimizni zo'r gaplashib olamiz, lekin ona tilida sertifikat topshirsa, hammamiz yiqilib kelsak kerak. Eng qiyin tillardan bittasi o'zbek tili. Shunday, fan sifatida albatta qiyin, hammasi ham qiyin. Lekin so'zlashish uchun bo'lsa oson. Chunki so'zlashuvda xato yo'q. Nega biz 11 yil o'qib ham shu ingliz tilida ravon, xuddi sizdek gaplasha olmaymiz? Bilmadim. Uni maktab o'qituvchilaridan so'rash kerak. Men maktabda ishlamaganman hech qachon. Bilmadim. Maktab o'qituvchilarini ham bilim darajasini oshirishga harakat qilishimiz kerak. O'zi realni 45 minut yetmaydi-da. 45 minut bola uchun. Yana o'sha Mohnur gapimiz bo'ldi. Yana boshdagi gapga qaytamiz, muhit va sharoit. Yana o'sha masalan muhit va sharoit albatta ta'sir ko'rsatadi. O'zi bitta davomat olguncha tugab qolyapti-da, dars 45 minutlik dars soat tugab qolyapti. Shunda 11 yil ham yetmaydi bizga gapirishimizga maktabda. Yetmaydi. O'zi mana bunday narsada repetitorlar nima uchun tezroq muvaffaqiyatga erishiladi? Chunki repetitorda haqiqatan ham ingliz tilini tanlaganlar keladi. Yoki qaysidir tarixni tanlagan yoki ona tilini tanlaganlar keladi. Hammasi o'sha fanga qiziqishi borlar. Bir-biri bilan raqobat qilib o'qiydi, bu zo'r. Lekin maktabda kimdir ingliz tiliga qiziqadi, kimdir matematikaga. Turli fanlar. Ular chalg'itadi o'quvchilarni. O'tiraveradi, boshqa narsaga o'tiradi. O'qituvchi o'zi ham chalg'iydi, bir unisiga qaraydi, bir unisiga qaraydi. Chunki hammasi ham ularning maqsadlari mushtarak emas, bir xil emas. Kimdir boshqa narsa, kimdir boshqa narsa, lekin o'qituvchi majbur hammasiga bir xil dars berishlikka. Shuning uchun ham maktabda ko'pincha natija bo'lmaydi. Tushunarli, rahmat. Bugun mana shu asosiy nimamiz, fokusimiz shu til o'rganishga qaratilyapti va maqsadlar, orzular, amalga oshishi ro'yobi bo'yicha bugun tavsiyaviy xarakterdagi podkast qilyapmiz-da. Lekin mana shu faqatgina bu yosh doirasi bizni berayotgan ma'lumotimiz yosh doirasi jihatdan masalan bolalar, abituriyentlarga yoki o'quvchi yoshlar uchun emas, bu kengroq doirada. Masalan, ingliz tilini o'qitish o'zi mana barcha kasblar uchun kerak deb o'ylaysizmi? Agar barcha kasblar uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yosh doirasi ancha kengayadi bu. Shu ma'noda ular uchun qanday muhimlik tomonlari bor bugungi kunga kelib bizning jamiyatimiz uchun? Albatta barcha kasblar uchun kerak deb o'ylayman siz. Chunki boya aytib o'tdim-ku, oddiy sotuvchilik ham kasb deb qaralsa, u uchun ham kerak. Masalan, siz tarix ustozisiz. Shunda hozir chet ellik mutaxassislar kelsa, tarixdan chet ellik mutaxassislar kelsa, o'sha mutaxassis, tarix fanni mutaxassis mana shu universitetga kelsa hozir siz ma'ni chiqarib bora olmaysiz-da. Sen ingliz tilini bilan chiqib deya olmaysiz. Chunki men tarixni bilmayman-da. Bilishim mumkin qisman, lekin ular bilan bellasha oladigan darajada bilmayman-da. Ularga o'zimni zo'rligimni ko'rsatib qo'ya oladigan darajada men chiqa olmayman uni qarshisiga. Lekin siz chiqa olasiz, lekin sizda til bo'lmasa, endi qanday bo'ladi? Shuning uchun albatta shart. O'zimiz uchun men aytaman, mana chet elga chiqqanimizda shu narsani his qildim, odamlar havas kelyapti. Shunga qarab o'zbekcha deyapti. O'zbek, endi men o'qituvchi ekanimni bilmaydi, ingliz o'qituvchiligini bilmaydi, lekin shunda qarab ingliz tilini zo'r bilyapman. Menga qarab o'zbek вообще gapirib tashlayapti deyapti-da. Aslida men o'qituvchiman, bilmaydi ular. Men shunaqa g'urur tuydim. Ular aytayapti, o'zbek bo'lib turib, shunaqa darajada ingliz tilini zo'r gapiryapti, zo'r muloqot qilyapti. Til bilish ustunlikda, til bilish g'oliblik. Siz til bilasizmi, siz ustunsiz. 100 kishi o'tirsin, til bilgan odam yutib ketadi baribir. Mana shunday narsa. To'g'ri. Ana endi sizga tezkor savollar bilan murojaat qilmoqchimiz. Qisqagina javoblaringizni taqdim etsangiz. Xo'p, bitta kitob. Ruhiy tarbiya.
Bitta qo'rquv. Orzularimni hammasiga yetmasdan, ya'ni manfaatli ilmda mana eng katta orzuyim manfaatli ilm berish va eng kamida 5000 ta otasi vafot etganlarga ta'lim beraman deb niyat qilganman bepul. Ana shu 5000 ga yetmasdan ketib qolish, o'tish bu hayotdan. Ajoyib. Bitta odat, Odatim kitob o'qish. bitta maslahat. Kitob o'qish. Maslahat har doim kitob o'qish bo'lgan menda. Kimdir oilaviy sharoit bilan murojaat qiladi, kimdir puli yo'qligidan, hamma har xil muammo bilan. Hammasiga har xil kitobda maslahat beraman. Bu kitobni o'qib ko'ring, bor yechim. Odamlar aytadi-da, kitobda nima qiladi yechim? Kitobda yechim bor. Haqiqatdan Ilmda. Ilmda yechim bor. Xo'p, u bitta kitobda bo'lmasligi mumkin, lekin 100 ta kitobda bor-da. Siz nima yutqazasiz 100 ta kitob o'qisangiz? Hech narsa yutqazmaysiz, faqat ilm olasiz. Shu orada muammoingiz ham yechilib ketadi. Xo'p, bugungi suhbatimiz juda ham samimiy, juda ham chiroyli fikrlarga boy bo'ldi. Buning uchun sizga juda ham kattakon rahmat. Oxirgi so'z o'rnida bugungi kundagi talaba yoshlarga, abituriyentlarga qanday tavsiyaviy ruhdagi maslahatlaringiz bor? Talabalarga, yoshlarga, abituriyentlarga faqat ilm olsin. Ilm olsin, ilm olsin, ilm olsin. Ilm bilan ertaga oilada ham o'zini o'rnini topa oladi. Ilm bilan o'zini kasbida ham topa oladi. Bugun emas deyishlik ertaga kech degani. To'g'ri. Bugun men uchun emas dedimi? Bo'ldi, u kechikdi. Chunki ertagacha bora olishimizga hech kim garantiya bera olmaydi. O'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadimizni bugun amalga oshirishimiz kerak. Bugun harakatini qilishimiz kerak, bugun sababini qilishimiz kerak. Erta o'sha kech. Erta degan narsa yo'q. Gulistonni savoliga yana bitta davomiy savol. Bugungi masalan o'quvchi yoshlarga olaylik zamonaviy ilmlarni, kasblarni egallashda, o'sha universitet tanlashda nimalarga e'tibor berish muhim deb o'ylaysiz? Universitet tanlashda boya aytganim, uni o'sha universitetni ichidagi o'qituvchilarga, birinchi navbatda o'qituvchilarga qaralish kerak. Keyin zamonaviy emasligiga qaralish kerak. Bo'ldi. O'qituvchisi zo'r joyda o'quvchi maza qiladi. O'quvchi maza qilgan joyda ilm yuqadi. Shunday narsa. Bugungi podkastimizning ilk sonli mehmoni Mohnur Zafarjonova bo'ldi. Keyingi podkastimizning mehmoni kim bo'lishini albatta siz hal qilasiz. Albatta buni kommentlarda yozib qoldiring.